Assalomu alaykum. Demak, masalan shartini o'qiymi? Quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. Quyida berilgan jadvallarda tuman aholisi haqidagi ma'lumotlar berilgan. Ikkinchi jadvalning har bir qatorida bola va uning ota-onasidan biri haqidagi ma'lumotlar mavjud. Ushbu ma'lumot birinchi jadvalning tegishli qatoridagi ID ustunini maydonining qiymati bilan ifodalanadi. Demak, birinchi jadval berilyapti bizda, ikkinchi jadval berilyapti. Demak, mana shu jadvaldagi o'sha ma'lumotlarga asoslanib deyapti, onasi, e'tibor qiling, mana onasi 28 yoshga to'lgunga qadar tug'ilgan bolalar sonini toping deyapti. Demak, mana bu yerda bizda familiya, ismlar berilyapti va jinsi berilyapti, tug'ilgan yili berilyapti. Mana bu yerda onasi, e'tibor qiling, onasi 28 yoshga to'lgunga qadar. Faqat onasi deyilganligi uchun mana bu jinsidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, faqatgina demak ayollar bilan ishlaymiz. Mana jinsi ayol, bunisi erkak. Demak, ayol bo'lganlari bilan ishlaymiz. Demak, birinchisi bizda berilyapti, mana tartib bilan oladigan bo'lsak, demak Hasan va M ekan. Hasan va M. Demak, buni ID'si 295, ID'ni yozib olamiz. 295 deb yozib olamiz. Endi 295 ning farzandlari ikkinchi jadvalga asoslanib topamiz. Demak, 295 mana bitta. Hozircha yana bormi? 295 mana ikkita ekan. Menimcha boshqa yo'q. Yo'q mana. Demak, ikkita farzandi bor. Demak, mana bundan endi ikkita strilka chiqarib, ikkita farzandining ID'sini qo'yamiz. Birinchi ID'si, birinchi farzandining ID'si 325 ekan. 325. Ikkinchi farzandining ID'si 517 yozib qo'yamiz. 517. Bo'ldi. Buni boshqa farzandlari yo'q. Endi keyingi ayol, jinsi ayol bo'lganlarga qaraymiz dedik. Keyingisi Hasan va A ekan. Olamiz buni ham. Hasan va A. Demak, buning ID'si 356 yozib qo'yamiz. 356. Buning farzandlari, demak, ota-ona ID qatoridan qaraymiz. 356 mana bitta. Hozircha 356. 356 boshqa, buni farzandi bitta ekan. Demak, buning farzandi 261 yozib qo'yamiz. 261. Endi keyingi jinsi ayol bo'lganlarga qaraymiz dedi. Keyingisi mana 517 ID raqamlik Maqsudova ekan. 517 yozib qo'yamiz. 517. 517 ning farzandlari, demak, mana bitta. Mana bu ikkita tagma-tag ekan o'zi. 517 boshqa yo'q. Demak, ikkita strilka chiqaramiz bundan. Bitta, ikkita. 517 ning birinchi farzandining ID'si 625. 625. Ikkinchi farzandining ID'si 630 yozib qo'yamiz. 630. Endi keyingi jinsi ayol bo'lganlarga qaraymiz. Demak, Hoshimova ekan. Olamiz. Xo'p, mana qarang. Hoshimova. 625. Agar oladigan bo'lsak, mana ota-ona ID'sidan 625 yo'q. 625 yo'q. Nimaga yo'q deydigan bo'lsangiz, bu onaning farzandi hali farzandli bo'lmagan yoki bo'lmasa turmushga chiqmagan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mana bu 2008-yil bo'lyapti. Shuning uchun 2008 juda ham yosh, shuning uchun turmushga chiqmagan deb qo'ya qolaylik, to'g'riroq bo'ladi. Lekin jinsi ayol, lekin ololmaymiz. Buni farzandi yo'q. Keyingisiga qaraymiz. Tojiyeva ne ekan? Olamiz. Tojiyeva ne. Demak, 854. Qaraydigan bo'lsak, mana 854 bor yozamiz. Demak, 854. Buning farzandlari mana bitta. 367 ekan. 854 bormi yana? Yo'q ekan.
Demak, buni ham farzandi bitta ekan. Yozib qo'yamiz. Hop. Buni farzandining ID'si 367. 367. Hop. Demak, keyingisiga qaraymiz. Demak, Komilova K. Buni ham olamiz. Komilova K. Jinsi ayol. 943 ID'si. Yozamiz mana bu yerdan. 943. Buning farzandlari mana bitta. 943 yana bor. Boshqa yo'q ekan. Demak, bundan ham bitta sirga chiqarib, buning farzandining adresi 427 ekan. 427. Xo'p, endi hammasini oldik. Bundan buyog'i demak erkak bo'lganlarni olmadik, chunki onasi deyilganligi uchun faqatgina ayollar bilan ishladik. Endi bularni tug'ilgan yillarini yozib chiqamiz. Farzandlarini ham, onalarini ham. Demak, oladigan bo'lsanglar mana birinchi 295 ning endi bu birinchisiga ham ikkinchisiga ham qarab o'tirmasdan mana bu yerdan qarab ketaveramiz. 295 ning tug'ilgan yili, 295 tug'ilgan yili 1959. 1959 bo'ladi. Keyingisi buni farzandlari 325 92-yil tug'ilgan. 325 1992-yil. 517 ning tug'ilgan yili, demak 1986-yil ekan. 1986-yil. Bo'ldi, bu oilani yozib oldik. Endi ikkinchi oila. Demak, 356. 356 ning tug'ilgan yili 92-yil. Hop, 1992-yil. Buning farzandi 261. 2017-yil ekan. 2017. Keyingi oilaga o'tamiz. 517 ning tug'ilgan yili, demak 86-yil. 1986-yil. Buning farzandlari 625 2008-yil. 2008-yil. 630 ning farzandi, o'sha 630 ID farzand demak farzandi 2013-yil ekan. Shunchaki to'g'risiga qaraysiz, tug'ilgan yili turgan bo'ladi. 2013-yil. Keyingi oilaga o'tamiz. 854 bizada 1975-yil. 1975-yil. Va uning farzandi 367, demak bizada 99-yil ekan. 1999-yil. Keyingi oilaga o'tamiz. 943, demak 95-yil. 1995-yil. Va buning farzandi 427, 2021-yil ekan. 2021-yil. Endi biz tug'ilgan yillarini yozib oldik. Demak, endi bu yerda farzandining tug'ilgan yilidan, demak, onasining yilini ayirib tashlasa, yoshlar orasidagi farq kelib chiqaradi. Demak, biz oladigan bo'lsak, hop, ko'ramiz. Hozir mana bu yerda mana 1992 dan ayiramiz. Demak 1959 da. Hop. Ikkovining orasidagi farq yoshi 33 ekan. Yozib qo'yamiz 33. Mana bu ikkalasining farqi. Endi 1986 ikkinchi farzandidan onaning demak yilini ayirib tashlasa, yillar orasidagi farq, yoshlar orasidagi farq kelib chiqaradi. 1986 dan farzandining tug'ilgan yilidan onasining tug'ilgan yilini ayirib tashlaymiz. Ha, demak bizda 27 bo'lar ekan. 27 yoshlar orasidagi farq. Endi 2017 ikkinchi oilaga o'tamiz. 2017 dan ayiramiz 1992 ni. Demak bizda mana bu yerda 25 bo'lyapti. Yoshlar orasidagi farq. Demak, keyingi oilaga o'tamiz. 2008 dan demak 1986 ni ayiramiz.
Yoshlar orasidagi farq 22 bo'lyapti. Keyingisi 2013-yildan ayiramiz. Demak 1986 ni 27 bo'lyapti. Endi keyingi oylarga o'tamiz. Demak 1999 dan ayiramiz 1975 ni. Demak 24 bo'lyapti. Yoshlar orasidagi farq va oxirgi oylarga o'tamiz. Demak 2021 dan ayiramiz 1995 ni. Demak bizada 26 yosh bo'lyapti. 26 yosh. Endi masalan shartiga qaraydigan bo'lsaylik, taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanib onasi 28 yoshga to'lgunga qadar demak tug'ilgan bolalar sonini toping deyapti. Demak, bizaga mana bunisi bo'ladimi? 27 yoshda farzandli bo'lyapti. Bo'ladi. Demak, bitta 25 ikkita 28 yoshga to'lgunga qadarda 28 kirmasligi mumkin, lekin 28 gacha bo'lganlari kiradi. Demak, 27, 25, 22 ham kiradi. 22, 27 mana 24, 26. Demak 28 yoshga to'lguncha, demak bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta bolalar bo'lgan. 6ta.